Maşallah. Hurmatli obunachilar. Ketamiz Saidbek. Hangi polvon otlar hurmatli obunachilar. Ketuvini qarang. Aka bular yosh o'lgan qanaqa? Ular yoshi narginisiniki 7 yashar, bunisi 8 yashar. Assalomu alaykum Saidbek kanalining hurmatli obunachilari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Chust tumanidamiz. Shu yerda Jahongir polvonni ot ko'rmaga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bugun sizlarga 5 bos bonus bo'ladigan katta otlar narxlar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like tugmasini bosib, obuna bo'lganlar obuna qilinglar. Kommentariyada otanga rahmat ukam tursan, Xudo xolasa sizlar uchun mana shunaqangi uloqchi zotlar otlarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Ajonova, mashalloh. Bo'lmasam so'z navbatini Jahongir akamiz o'zlariga beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Saidbek, yaxshimisiz? Charchamay, salom kelib oldingizmi? Yangi partiya keldi aka, Xudo xolasa. Otlar yangisi keldi, Xudo xolasa. Bonuslarni chiroyli qilib ertatongda obunachilarimga zo'r qilib berasiz inshaalloh aka. Chiroyli bonuslari bor. Dastlabkilarni ham qilib beramiz, Xudo xolasa. Dastlabkilar qanaqa bo'ladi aka bular? Vodiy bo'ylab besbiladi Saidbek. Vodiy bo'ylab besbiladi. Vohalarga kelishamiz aka. Kelishilgan holda ketaveradi O'zbekiston bo'ylab, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, aka necha bosh bugunga? 5 bosh? Bugunga 5 ta. Aha. Yangi partiya, Xudo xolasa. Yangi partiyalardan. Zo'r. Aka, bularning yoshi, bo'yi qanaqa? Buni 5 yoshdan boshlayveramiz o'zi. Aha. Bu nomi chiqqanmi? Yo'q, bular endi o'rgatildi, yosh ular hali. 5 yoshar. O'zingiz nom bermagansiz otga? Yo'q. Yaxshi. U qaysi biriga nom yangi hozir Xudo xolasa. Ketadi-ku bizda. Hurmatli obunachilar, yangi hozir 5 qashqa Xudo xolasa. 5 yoshar o'zingiz ko'ryapsiz. Bitta aylantirib qo'yingchi polvon. Mashalloh, ruler ham gidrolik ekan-da aka. Zo'r. Otga ham, bola chaqaga ham o'ta yuvosh hammasi. Maxsus variantda hurmatli obunachilar, Xudo xolasa. Bo'ylari necha chiqadi aka? Bo'ylari 60 ga ilashmaydi Saidbek. 57-58. 57. To'g'risini aytaverish kerak. U 1-2 sm u yoq bu yoqda. 55 balandda bu. Ammo otimizni sifat haqiqatan o'ta chiroyli ekan. Mashalloh. Aka, endi buni narxini bitta-bitta aytib ketaveramiz, bo'lmasam, ha? Farqi yo'q. Bonus qilib chiroyli qilib o'zingiz bitta aytib bering aka. Buni 28 million kam bor aka. 28 million kam bor. Ayri bor. Chiroyli, ha? Ha, chiroyli. Menga necha pul o'tib berasiz aka? O'tib beramiz, telefon qilaversang ish bitadi aka. Qarang aka. 27 million qilaylik buni. Birinchi to'ydan 1 million o'tib bering. Oldi bering menga. Obunachilarga alohida o'tib berasiz. Bo'laveradimi? Bor bering. Hurmatli obunachilar, 27 million chiroyli kam bor. Akamiz yo'lga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Qo'yimiz o'zlaring ko'ryapsizlar. Xudo xolasa sifatiga, yeb-ichishga garantiyasi bor. Garantiya. Bir hafta 10 kun sinab olaveradi pulga. Bir hafta 10 kun sinab olaverar ekansizlar. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Kalta qo'yib yuborgan Husan polvon. Mashalloh. Joningdan ketadi juda. Oldini ko'tarib rif haydargan Xudo xolasa. Qaytarib qo'ying. Bo'lsa shunaqa otlaringiz, hurmatli obunachilar. Hammaning uyiga shunaqa otlar nasib qilsin, Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa. Yaxshi kommentlar yaxshi niyatda hurmatli obunachilar. Bir dona like tugmasini bosib qo'yinglar shu joyga. Yaxshi komment yozganga Xudo xolasa bir niyat qilganman, surpriz bor. Surpriz bor. Surpriz bor. Chiroyli, like yig'sa. Yaxshi. Xo'p, keyingi oldamizga o'tamizmi ekan bo'lmasa? Keyinsiga o'tamiz. Yaxshi. Bunisiga burun. Qo'yingchi. Buni ham rollari ancha gidrolik ekan-da aka. Rollari zo'r buni ham. Xudo xolasa yosh bolalar bemalol o'rar ekan. Ha, birinchi o'rinda xulq turadi Saidbek biz uyda otlari. Yuvoshligi, ha? Yuvoshligi, ha. Yaxshi, tepadigan otlar yo'q. Buni bo'ylari 1.55. Bo'yi 1.55. 1.55. Yoshlari 10 yasharga olaversin. Yoshi 10 yashar. 10 yashar. 9-10 yashar, ha? Yaxshi. Hurmatli obunachilar, katta ot so'raganlarga yuvosh variant Xudo xolasa. Buni uka ulog'i bor, bu chopib yurgan ot. Prosta hozir. Ha, bu taksida yurib sal etini yo'qotib qoldi-da bu. Yaxshi ot bo'lgan bu. Bitta yurgizib qo'yingchi polvon kellasizmi? Cho'jon. Ha, bular ham ketuv, yaxshi ekan aka. Ha, buni boqib qo'ysa Xudo xolasa ishlaydi, yana ishini qilaveradi bular. Xudo xolasa otni 10 yashari rosa topda deydi-a ko'pchilarga. Ba'zi odamlar qarigan deydi. Ot 20 yoshda 20 yoshgacha chopaveradi. 20 yoshgacha chopaveradi. Yaxshi. Ha, joningdan. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, sifat zo'r ekan. Aka, buni narxini qanaqa berasiz?
Buni narxi aka 26 million. 26 million. Bo'ladimi? Buni ustidan 1 million o'tib berasizmi? Mayli, siz Saidbekuzdan istedingizsa, yaxshi kommentariy yozib, like'larni bosib, 25 qo'llab-quvvatlab million tursa, kami bor siz. 25 million chiroyli kamni qilib Kami berasiz. Yaxshi. Dastlabki xizmatlari Dastlabki kelishamiz aka. Telefon qilaversa ish bitadi, xudo xohlasa. vodiy bo'ylab 5 soatni chiqarib berasizmi buni ham? Beramiz. Akamizni mashinalari shu yerda turibdi, hurmatli obunachilar. Vodiy bo'ylab ketaveradi. Tog'ni u yog'iga kelishilgan holatda ketaveradi. Yaxshi. Xo'p, aka, sog'lik salomatlik yeb-ichishga bunga ham garantiyasi bor, a? 10 kunga. Yaxshi, bitta qo'yib yuboringchi polvon. Ha joning. Yuganni qo'yib yuboring. Polvon yangi keldi, hurmatli Ha, obunachilar. Qo'yib yuborganicha qo'yapti. Eng kichkina shogirdlardan. Shunaqa. Xo'p, keyingisiga o'tamiz Saidbek bo'lmasa. keyingisi bu sandiqdagisi. Sandiqdagisi. Ha, buni Yaxshi. Ajoyib narsa ekanligi. Endi bir tortib Hurmatli qo'yamiz. obunachilar, nima deyapti to'yimiz? Birdan like tugmasini bosishni unutmang. Bitta shuni yoshini olib qo'yaylik ishonmaganlarga. Go'dagi bu hali mana. 3 yashar. Yo'shar, hali hozir chiqarmagan. Bo'ylari necha chiqadi aka? 1.60 dadil. Saidbek. 1.60 chiqaradi, ha? Oldini lideroti bo'ladi, xudo xolasa. Irg'ib chopar ekan, ha? Ha. Parodasi qanaqa aka buni? Parodasini bilmayman to'g'risi. Saidbek. Parodasini Bizga ham kelgan otlar. Yaxshi. Ammo ularga garantiya beraman buni. Yaxshi otib Ularga olasiz. 100 garantiya berasiz. Qoni toza ot. Kuziga xudo xolasa chiroyli qilib yemlab, sovutib, tarbiyalab olsa, ular yo'radi qishiga. Tarbiyaga bog'liq, yosh narsa. Yosh qo'ymasa, xudo xolasa, u yana o'sadi-da bu. Hurmatli obunachilar, chiroyli qilib tarbiyalab olsalar, xudo xolasa irg'ib chopishini ko'ryapsiz o'zlaring. Bez qancha? Kamida 1.70 lik ot bo'ladi, xudo xolasa. Kamida 1.70, yana 10 sant o'sadi, bemalol. Ozoq yo'q narsa, go'dak u. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Aka, buni narxini necha pul qilib berasiz? Bu narxi $3000 Saidbek. 3000. Ha, o'zimga ham yaxshi pulga kelgan. Aka, dollarda emas, millionda gaplashyapmiz. Tekis 30 qilib beravering. Yo'q, 30 ga. 30 ga ziyon qilib qoladi. Bir sanarda. So'rashmaydi. Yo'q. 30 ustida kelganda o'zi. 30 ustida kelgan. Hurmatli obunachilar, 3000 deyishyapti, chiroyli kamni qilib berishadi. Aloqaga chiqinglar. Ot ustiga chiqsa o'zi bari 3000 beraman deb qoladi. Otni yo'g'onliklar qanaqa polvon? Ustlari ham bor, ha, xudo xolasa. Bo'g'ma chopib. Bu juda Saidbek zararlanmas buni sot. Shu tashab qo'yganman o'zim endi. Qiziqqanlarga endi mana misol zo'r ot olaman deganlarga maxsus. Yangi otbozlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, siz aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa, chiroyli tarbiyalab olsalaring, shu yil qishda yengil taka choplar, pirillat o'ynab turadi aka. Katta kallaga solgancha yoshlik qiladi-yu, lekin kichkina taka choplar yo'radi. Chiroyli tarbiyalab olsalaring, xudo xolasa. Saidbek, menda xudo xolasa kuydirish bo'lmaydi uka. Nimaga desangiz, men otni qaytaraman, sotib olaveraman, keyin ba'zi-bir ham qilib beraveraman-da, almashtirib yoqmadi desa. Qimmat olib qo'yibman deysiz-chi aka? Qimmat desa ham qaytarib yuboraveradi otni. Bir haftaligisi bor. Bir haftadan ichida birontasi qimmat olib qo'yibman desa, shunda qaytib turib pulni sanab beraverasiz. Muammosi yo'q, ha? Muammosi yo'q unda. Bo'ldi gap. Hurmatli obunachilar, keyingi ikkita otimizni ko'rsatamiz bo'lmasa. Videodan uzoqlashmaymiz.